Assalomu alaykum, bu Dunyo yangiliklari kanali. Bugun dasturimizda Bugun sizga xalqaro xavfsizlik va geosiyosiy vaziyatga doir navbatdagi muhim yangilikni taqdim etamiz. AQSh Rossiyaning yashirin flotiga aloqador deb topilgan yana bir tankerni qo'lga oldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Amerika harbiylari G'arb va Ukraina manbalari tomonidan Rossiyaning sanksiyalarni chetlab o'tishda foydalanayotgan kemalar ro'yxatiga kiritilgan Aquila 2 tankerini to'xtatib, qo'lga olgan. Bu 2025-yil dekabrdan beri qo'lga olingan 7-tanker hisoblanadi. AQSh qurolli kuchlari 9-fevral dushanbaga o'tar kechasi Aquila 2 tankerini to'xtatganini ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, kema prezident Trump joriy etgan sanksiya tartibiga zid ravishda harakat qilgan. Urush vazirligi deb nomlangan idora kemaning qochishga uringanini, biroq u kuzatuv ostida bo'lganini aytadi. Idoraning X platformasidagi bayonotida shunday deyiladi: Biz bu kemani Karib dengizidan Hind okeanigacha kuzatdik va ta'qib qildik. Yer yuzida hech bir davlat biz kabi istalgan sharoitda o'z so'zini o'tkaza olmaydi. Quruqlikda, havoda yoki dengizda qurolli kuchlarimiz sizni topadi va adolatni tiklaydi. Bizdan qochishingizga ulgurishingizdan oldin yonig'ingiz tugaydi. Urush vazirligi noqonuniy aktyorlarni va ularning vositachilarini global dengiz hududlarida Amerika qudratiga qarshi chiqish imkonidan mahrum qiladi. Ukraina bosh razvedka boshqarmasining War and Sanctions portaliga ko'ra, Aquila 2 xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tib neft tashishda qatnashgani uchun AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi, Kanada, Shveysariya va Ukraina sanksiya ro'yxatlariga kiritilgan. Kemaning AQSh tomonidan 2025-yil yanvarda Rossiya energetika sektoridagi faoliyati sababli sanksiya joriy etilgan Sunny Coal Limited kompaniyasi bilan bog'liqligi aytiladi. Tanker Rossiya va Venesuela neftini tashishi, ba'zan esa transpolderni o'chirib qo'yishi yoki joylashuvni yashiruvchi usullardan foydalanishi bilan yashirin flotga xos xatti-harakatlarni namoyon etadi. Aquila 2 Rossiya va Venesuela portlaridan turli yo'nalishlarga, jumladan Xitoyga ham yuk tashib kelgan. U sanksiyalarni chetlab o'tish zanjirining faol bo'g'ini deb hisoblanadi. Biroq uning rasmiy ro'yxatdan o'tgan joyi va qaysi bayroq ostida harakat qilayotgani borasida ochiq ma'lumotlarda hanuz bahslar mavjud. 2025-yil dekabrdan buyon bu Venesuelaga qarshi joriy qilingan karantinni buzmaslik maqsadida qo'lga olingan 7-kema hisoblanadi. Bundan avval 15-yanvar kuni AQSh Veronika tankerini ham qo'lga olgan. U tekshiruvdan qochish uchun nomini o'zgartirgan va Rossiya bayrog'ini ko'targani aytilgan edi. Reuters xabariga ko'ra, qo'lga olingan barcha kemalar yoki sanksiyalar ostida bo'lgan, yoki Rossiya, Iron yoki Venesuela neftining kelib chiqishini yashirishga mo'ljallangan yashirin flot tarkibiga mansub deb qaraladi. The Telegraph tahlillariga ko'ra, yashirin tankerlarni faol ushlash qarori AQSh prezidenti Donald Trumpning Ukraina urushi davom etayotgan vaqtda Vladimir Putindan tobora ko'proq noroziligi bilan bog'liqligi aytiladi. Dasturimiz mana shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, kanalga like bosib, obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.